Men bu qo'shiqni har safar ijro qilganimda bir ichki kechinmalar bilan qo'shiqni kuy bilan ijro qilsam hayolimda film bo'lib o'tardi. Bu qo'shiqni so'zini yozgan Gullarlik Ali Darvesh, Alisher Sabirovni ko'p odam biladi. Olamdan o'tdi ukamiz. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Meni yuragimni tovadan shoir edi. Men ham shoirchilikqa da'vogarchiligim yo'q. Ko'p qo'shiq, she'r yozishga harakat qilaman. Qiynalgan joylarimda Alisherga aytaman, mana shunday bir tema keldi, uka yozib ber desam, beminnat yozib bergan. Ilohim bugün bir fursati Xudoy taolo bugün şu qo'shiqni yana bir marta aytishni nasib qildi. Ilohim ko'plab, minglab, hali uzoq yillar aytish nasib etsin. Muxlislarga da şu uzoq yillar eshitish nasib etsin. Sog' salomat bo'lsinlar. Alisher ukamni joylari jannatli bog'larında bo'lsin ilohim. İzinde farzandlari, aqtiqlari qoldi. Ularni Xudoyim o'zi qo'llasin. Alisherdan ham zo'r bo'lsin ilohim. Alisherni ko'p ishlar qilgan, lekin qila olmay ketgan ishlari undan ham ko'p. Özümden peslerden kuyganman, ne alab seslerden kuyganman. Dostum yig'lay olmay kulganman. Kömülmey nitçe var ölgenman deb u yuragimdan yozgan. Men qo'limdan kelgancha yuragimdan o'tirib shu qo'shiqni aytganman. Bir narsadan bilaman, har bir borgan joyimda dim bo'lmasa bir marta, ikki marta shu qo'shiqni eshitadilar. İnternet orqali ko'p narsalarni o'qib turamiz. Meni hayotim men uchun yozgansiz, meni hayotim men uchun aytilgan qo'shiq bu deb muxlislarimiz aytadilar. Hali hozir bizlarni tomosha qilib o'tirganlarning orasidan Alisherni muxlislari, meni muxlislarim, qolaversa mana shu kuyganman degan qo'shiqni muxlislari bizlarni tomosha qilib o'tirgan bo'lsa, hammasini niyatlarına Xudoyim yetirsin. Hech kim kuymasin. Alisher ukamizni izlari obod bo'lsin. Shu qo'shiqni muxlislarimiz uchun, Alisherning ruhi shod bo'lishi uchun ijro qilib beramiz.